Navro'z va bayramlar kelayotganda albatta chiroyli bo'lishga harakat qilamiz va mana shu chiroyni qanday erishishim mumkin deganga bugun mutaxassislarimiz javob berishadi. Hozir ko'p yoshlarga Izoh bering. avvalambor bunaqa mutaxassislar juda ham kerak. Har bir ayolni o'zi ham bu narsani o'rganib olishi qiyin emas. Maskalarni tarkibini o'rganish kerak bo'ladi. Masalan, har bir inson o'zi biladi, yuzi quruq yoki yuzi yog'li, muammoli, akneli bo'ladi. O'sha yuz turlariga qarab tanlasa bo'ladi. Yuzi quruqlarga men doim mijozlarimga ham aytaman, yuzingiz quruq bo'ladigan bo'lsa, kosmetika xarid qiladigan paytingiz kosmetikani ingredientlariga e'tibor bering. Ya'ni yuzi quruqlar asosan tarkibida gialuron kislota, PDRN hozir juda ham mashhur bo'lyapti. PDRN va pantenol qo'shilgan kremlarni, tonerlarni, siyvirtkalardan foydalaning deyman. Yuzi muammoli, akneli, ta'sirchan, rozatsiyaga moyil yuzlar asosan tarkibida tinchlantiruvchi komponentlar qo'shilgan. Shahzodaxon, lekin biz doimo mana shunday kimyoviy tushunchalarni tushunmaymiz-da. Bizga brend ko'proq qiziq bo'ladi. Kosmetika tanlaganda nima deb o'ylaysiz? Brendlarga ham ishonib bo'ladimi yoki brendlar soni ko'paygani sari ularga ishonch ham Yiroq brendlardan ko'ra mashhur brendlarni olganni doim tavsiya beramiz. Keling, mana gapimiz mana shu kosmetikalar, kremlar haqida ketyapti ekan va biz go'zallik burchagimizga o'tsak-da, Aziz opa, Shahzodaxon u yoqqa o'tsak. Hozirda ertalabki uhod uchun barcha kosmetikalarni, kerakli bo'lgan kosmetikalarni olib kelganmiz. Bo'lib turadilar, bularga surib ko'rsatamiz. Ertalab qanaqa uhodlar qilishimiz kerak. Juda ham yaxshi. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Ertalab Hozir birinchi bo'lib ertalab turganimizdan keyin yuzimizni penkada yuvib bo'lganimizdan keyin yuzimiz biroz nam holda bo'lishi kerak bo'ladi. Uni ustidan srazu toner bo'ladi. Toner meslarimizni olib, toner nimaga kerak? Shuni ham toner yuzimizni namlantirishga va tinchlantirishga kerak bo'ladi. Tezlikda siyviritka suramiz. Siyviritka ham yuzimizni poralarga yaxshi singadi va yuzni ichkaridan namlantirib beradi. O'zimizda ayollarimizni ko'pchiligida yuz qurishi bezovta qiladi. Ayniqsa bahor faslida yuz qurishlari bezovta qiladi. Bu siyvirtkalar esa yuzlarni chuqur namlantirib berishga, yuzda suv balansini normaga ushlab turishga yordam beradi. Siyvirtkani ham biroz mamdo bilan yopishni tavsiya qilamiz. Hozir SPFlar ham ancha rivojlanib ketdi. Tonal kremlarning o'rnini bosadigan SPFlar ham bor, to'g'rimi? Albatta, tonal krem o'rnini bosadigan SPFlar bor. Bular asosan CC kremlar va BB kremlar. CC kremlar tarkibida SPF 50 bo'ladi, BB kremlarda ham CC kremlar yuzingizni namlantirib beradi. SPF plus o'sha siz aytgandek BB yoki CC kremlarmi? Men asosan mutaxassis sifatida CC kremlarni tavsiya beraman. Sababi CC krem tonal kremlarga nisbatan sal yengilroq bo'ladi va komedon chaqirmaydi. Hozir ko'pchilikning yuzida muammolar, komedonlar, mayda toshmalar bor. Tonal kremlar esa tarkibida silikonlar qo'shilganligi sababli yuzimizni quritishga sabab bo'ladi. Juda yaxshi. Hozir erkaklarimiz ajablanib o'ting. Kosmetika tanlashdagi eng muhim qoida bu yuqorida aytib o'tganim kabi kosmetikalarni ingredientiga e'tibor berib tanlash. Tarkibini o'rganish kerak demak. Tarkibini o'rganish kerak. Ba'zi bu quruq yuzlar faqat tarkibida gialuron kislota, pantenol, PDRN ga e'tibor bersa, muammoli yuzlar Centella, Sikalarga qarab olishlar kerak. Juda ham yaxshi. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Yana studiyamizga qaytishimiz mumkin. Ajoyib maskani esa uyda tabiiy sharoitda qizlarimiz, xotin-qizlarimiz qilib ko'rishadi degan umiddamiz. Marhamat, mehmonlar. Endi kelib joylaringizni egallasizlar. Men esa biroz mavzuni o'zgartirishga majbur bo'laman. Yaqinda ommaviy trend bo'lgan Sabohatxon vachacha qo'shig'i bilasizmi? Kim tomonidan ijro etilganini bilasizmi?